Assalomu alaykum. Bugun biz maktabga shunday o'quv markazidan kelishdikki, ulardan biz ham ilm, ham tarbiya o'rgandik. Va men bu o'quv markazida yozildim va sizlarni ham shu o'quv markaziga yozilishinglarni so'rab qolaman. Mehnatkash o'quv markaziga qabul boshlandi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun mana bizning maktabimizga, Andijon shahar 5-umum ta'lim maktabiga shahrimizda ochilgan yangi mehnatkash robototexnika yo'nalishidagi kurs xodimlari taklif etishdi. O'quvchilarimiz o'rtasida bular bilan savol-javoblar bo'ldi, bahs-munozaralar bo'ldi. Bu hozirgi bularda loyihasi farzandlarimizni kelajakdagi buyuk inson bo'lib yetishishiga katta hissa qo'shadi.